Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan migratsiyaga Pangmunyeyak, ya'ni oldindan joy bron qilishni birgalikda o'rganamiz. Birinchi bo'lib biz Haykalya saytiga kirib olamiz. Haykalya saytiga kirgandan keyin Pangmunyeyak Shinchonghagi, ya'ni registratsiya qilishni bosib, bu yerda biz Pangmunyeyakka kirganimizdan so'ng eng pastki qismiga tushib, ya'ni bularni hammasini o'qib chiqib tanishish kerak bo'ladi. Biz bunga bitikcha qo'yib, Pangmunyeyak Shinchong Pixayonni bosamiz. Bu yerga kirganingizdan keyin ID karta yoki pasport orqali bu joyni bron qilishingiz mumkin. Biz pasport orqali bron qilishni tanlaymiz va hamda pasport nomerimizni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng bu yerda davlatni tanlaymiz. Bu yerdan kitani bor, kita bo'lib bosib O'zbekistonni topamiz. O'zbekistonni tanlaganimizdan keyin bu yerga tug'ilgan yil, oy, kunni tanlaymiz. Mana tug'ilgan oy, kunni tanladik. Endi esa mana bu kodni bu yerga kiritamiz. Kiritganimizdan keyin login tugmasini bosamiz. Bundan keyin esa mana shu siz yashaydigan hududga yaqin bo'lgan migratsiyalarni manzili chiqadi. Biz eng yaqini o'ziga qulayini tanlab yana davom etamiz. Bu yerda Yonjang, Cheryu kelgan Yonjangni bosamiz. Bundan keyin esa telefon nomerini kiritamiz. Emilpono, ya'ni kod qo'yamiz. Bu nima uchun kerak deganlar uchun. Agarda siz chevso qiladigan, atmay qiladigan bo'lsangiz, shu kod kerak bo'ladi. Bu kodni kiritgandan keyin o'zimizga qulay bo'lgan kunni mana bu yerdan topib, masalan 5-oy 29-kunini topib, biror bir vaqtni o'zingizga qulay bo'lgan vaqtni bosib, Shinchong tugmasini bosasiz. Shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Sizga ulashayotgan ma'lumotlarim foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.